Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Bugun yana Onkolife'da xushxabar. Eko bemorimiz o'g'ilchali bo'ldilar. Hozir birgalikda ularni tabriklagani boramiz. Bu juftligimiz tarixidan gapirsak, bizga 2 yil oldin murojaat qilishgan va irodali, sabrli juftliklardan biri hisoblanadi. Sababi birinchi marta ekoda embrionlarimiz o'smay qoldi va bu narsa ozgina ochig'i bemorni depressiyaga soldi. Lekin biz tushuntirdik, yana harakat qildik va bemorimizning ishonchi bilan mana ikkinchi martada chiroyli embrionlarga erishdik va transferdan keyin yaxshi pozitivniy natijani oldik. Va bu boshqa bemorlarga ham bu narsa o'rnak bo'lsa arziydi. Ekoda shunaqa qayta harakat qilish doim ham foyda beradi. Ba'zilarda ikkinchi urinishda, ba'zilarda uchinchi urinishda o'xshagan bemorlarimiz bor. Harakatdan to'xtamaslik kerak. Assalomu alaykum. Qo'llab bo'lsin nabiralar. Zebo qiz bo'layotganmidingiz asalim? Mana mehnatinglarni hosilini oldingda mana yaxshimisizlar qizlar, rahmat. Shirinchi. Mana meni o'g'lim polvon dey mana. Zeboxon, yaxshimisiz asalim? Tuzimisiz? Qiynalmay bag'ringizga bosib oldingizmi? Bu gul sizga, ona bo'lganingizga. Qaytga qo'yaylik. Rahmat. Hali rahmat. Chicha shoshibdi davay ukolga. Bu shu bittasi xolosmi do'mbim? Voy mana xolasi. Voy o'g'lim, meni o'g'lim mana. Voy joningizdan, shirinligingizdan. Ayasiga ham o'xshab ketdi. Shiringina bo'lib, rosa shirin. Polvon, necha kilo tug'ildilar? 4 kilo o'tdi. Mana, ash kun telefonda ham aytdi, "Молодец" ayasiga. Polvon tug'ibdi-da mana. Butun jamoa tabriklab yubordi. Hamma xursand. Hammalar tabriklab yuborishdi. Bular bemorimiz nimada? Sabr, toqatli. Hozir yo'lda aytayotgandim. Birinchisida mana o'smay qoldi embrionlari, lekin harakatdan to'xtamay yana ikkinchi marta urinib, mana avvalo Allohdan o'zini mana ishonchi harakati bilan yaxshi natijalarga erishdik. Hammaga shunaqa shirin chaqaloqlar nasib qilsin ilohim. Hamma bemorlarimizga. Endi shu meni qizim mana shu sizlarni shifoxonalarda davolandi. Avvalambor shu doktorlarga, hammanglarga, kollektivlarga rahmat. Sizlarga ham boringlarga shukr. Mana qizim ham avvalambor oilada ayol kishi ham sabrli bo'lish kerak, erkak kishi ham. Mana sabr qilib 5 yil, 6 yil kutishdi, mana davolanishdi. Mana bugun mevasini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bunman mana shu sizlarni ana shu kollektivlar bitta oilani saqladi. Bular mana kelajakda yana bundan ham yaxshi natijalarga erishadi endi. Hamma sabr qilib davolansa albatta anaqasi bo'ladi, foydasi bo'ladi, natijasi bo'ladi xudo xolasa. Doktorimizga ham rahmat. Mana shu qizimning nomidan ham rahmat, oilam nomidan hammamiz xursand bo'ldik. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga, kollektivlar. Sizlar boringlarga shukr, mana sizlar borsizlar va natijalar bo'ldi. Professor sizga ham rahmat kattakon. Xursandchilik. Hammalarga rahmat. Boringlarga shukr. Bu shunchaki umid emas. Bu sizning eng yaxshi imkoniyatingiz. Bu Onkolife.